Aka kessangizchi. Sizga ani kesolmasligingizni isbotlash uchun bermayman qaychini aka. Bu qaychis? Mana bu yoqdan ochiladi. To'g'ri niyat bilan beryapman aka, xudo xolasa. Olmaganlarni ol. Kerak emas. Mana shulardan og'iraveramanda birinchi. Chegi bilan oling. Amindan. Ha. Imami ham kerak emas bizga. Ha, olib tashlavering, ikkilanmasdan. Uni ham tiydan olib tashlash kerak. Imkon bo'lsa, lekin yana o'sha gap aka, mana bizda ayollar ishlaydi Bo'stonliqda aka, o'sha 300 mingta daraxt degani o'sha yerda-da. Nimandir tegidan olgin desam, haligilar charchab yana boshqa xatolar qilishni boshlaydi. Shuning uchun imkoning bo'lsa olgin, o'zing qiynalib qolsang, taqab o'tiraveradi. Keling, kattadan oling. Yo, elektroningiz oladimi? Oladi buni. Yo'q, gap. Mana buni ham olish kerak. Olish kerak. Olish kerak. Mana buni ham olish kerak. Bular qurib qoladi bari. Nimaga qurgandi bu? Mana buni Vaqtiga nimaga qurgan? Oling, ha, buni oling. Oling. hamsa oling. Nimaga shular yaxshi o'smagan? Kim aytadi? Mana bular hisobiga mana buni ketib qo'yadi-da. Soyada qolgan. Soyada. Soyada. Yorug'lik yetib kelmagan. Bitta hozir mana quyosh mana bu yerdan chiqadi, kechgacha quyosh tushadi-yu. Yo'q, qolganlari o'sib olib, ular ichida qolib ketgan nima. Mana bular bor, mana bular. Mana buni ham olib. Mana. Mana. Bu endi tashqariga ketyapti, o'zini qo'yib turavering. Bizga xalaqit beryaptimi hozir? Yo'q, Beryapti. Bu baribir Mansurga qurib qoladi-da u. Bumi? O'shani Yo, bu yoshni oldi. Yo, bu zo'r turibdi bu aka. Qurmaydi bu. Mana shuni xolasangiz gepozit tashab qo'ying, kelib keyingi yil ko'ramiz. Belgilab, belgi osib qo'ying. Yo, aka qarang. Mana buni olganimiz bu ichida edi. Bu 100% mana keyingi yil mana shu kelayotgan sezon barglar chiqqanida yorug'lik kelmasligi aniq edi ularga. Bunga kelmaydingizmi? Yo'qdan keladi. Keladi. Mana shu turishi ham 5 baholi ketishi. Bu o'sha KGBda qoldi. Agar biz ham uni vaza qiladigan bo'lganimiz bo'yini 60 qoldirib tekis qilib kesib olardik. Va mana bular chiqib ketadi. Ketadi o'rtadagilar. Sam bilan o'rtaga 7 ta 8 ta qoldiramiz. Unga o'tishga kechmas. 2-3 yildan keyin o'tib oladi. KGBga, ha? Yo'q. O'zimiz vazaga. Ungacha biz mana shoxlardan hosil olib turishimiz. Hozir biza shoxi kamrog'ini eski vazada qoldiryaptik. Shoxi yetarli bo'lganda KGBda qolib ketyapti. To'ppa. Vazada qoldiradiganimiz bo'yini bir tekis qilib kesib olamiz. To'ppa. 60 santim. Yana kesamizmi? Kim kesadi endi? Zohid aka. Keling. Daraxt qarang. Da, kesavering. Bizni tajribalarimiz ko'proq. Bu oson daraxtlik. Kim kesadi? Chiroyli chiqadi. Mana qaychi. Buni vaza qilgan yaxshimi? Aka kessangizchi. Sizga ani kesolmasligingizni isbotlash uchun bermayman qaychini aka. Bu qaychis? Mana bu yoqdan ochiladi. To'g'ri niyat bilan beryapman aka, xudo xolasa. Maydasini olasiz. Bir xillarini qoldirib, juda ingichkasini chiqarib yuboramiz. Va o'sha qoidani eslab qolinglar, olishinglar aniq bo'lgan narsani kesasizlar. 100% ketadi bu. Bu uyg'otib so'rasa ham adashmayman mana shu joyda degan narsalarni kesasizlar. Shoshmang. Buni qoldirsangiz bo'lardi, bu KGB-ku. Juda maydalar ko'p-ku, o'shalarni olib oling oldinroq. Kerak emas bizga. Olishingiz aniq bo'lgan boshqa shoxlar bor-da. Buni ham olib tashlang. Keyin men past ketib qoldi, buni ham olib. Mana bu tiydan demoqchisiz? Bu qoladi, bu ketadi. Bu ketadi. Pastda. Keyin mana buni ham olsangiz bo'ladi. Bu qolib turaveradi, hech kim xalaqit bermayapti. Mana bu yerdan bitta olishingiz mumkin. Men o'ylayman, mana shu yerdan chiqarib olish. Bo'ldi, qolgani qoladi. Mana buni uchun. Yo'q, joyi bor-da, mana qaranglar. Bir xil emas, to'g'ri, lekin joyi bor. Qovurasiz. Bo'ldi, shu turishda qoladi bu. Mana buni ham turaveradi. Bu KGB. KGBda o'rta ochildi. Kim Green butasi. Nechta shox? Ancha bir 16 tadan ko'p bo'ldi. Yo'q, 1 2 3 4 5 8 18 tami? 18 ta ekan. 16 ta kichkinaroq hisoblamang.
Ha, uni bittaga Mana hisoblaymiz. bular hisoblaymiz. Hammasini bittaga hisoblasangiz bo'ladi, xohlasangiz. Kerak bo'lsa. Atak shuni ham qarang. 4, 7, 8. Agar siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak mevali daraxtlarni kesishga qiziqasiz va hozir aytadigan taklifimiz sizga ma'qul keladi. Biz mevali daraxtlarni kesish va ularga shakl berish bo'yicha 2 soatlik dars tayyorlaganmiz. Ushbu darsda barcha danakli va urug'li mevalarni kesish bo'yicha, bundan tashqari anor, anjir, behi va uzumni kesish bo'yicha juda ham foydali ma'lumotlarni berganmiz. Ushbu darsni ko'rganingizdan keyin istalgan daraxtni siz o'zingiz kesa oladigan darajada bo'lasiz. Agar bunga ishonmasangiz, izohlarda havola qoldiramiz, to'liq ma'lumot berganmiz, tanishib chiqing va darsga yozilganingizdan keyin to'lov qilib, ishingiz bitmasa, rozi bo'lmasangiz yoki foydali ma'lumot olmasangiz, bizga Telegramdan yozib yuborasiz, foydali ma'lumot olmadim deb va karta raqamingizni tashlaysiz. Siz qilgan 150 ming so'm to'lovni so'zsiz hech qanaqa savol bermasdan qaytarib beramiz. Bizning kafolatimiz shu. Agar ma'qul bo'lsa, izohlarda havola qoldirdim. Bemalol o'tib darsga yozilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ekan. Ani kichkinalar 17. Mana buni nima maqsadda qoldirdik biz? Qarang aka. Biz aytdikki, mana biz aytdikki, bir xil shoxlarni qoldiramiz, maydani hammasini chiqaramiz dedik. Bu qoidani sizlar qabul qildinglar, lekin kelyapti, men aytayapmanki, hamini qoldirasiz deyapman. Sen aytgan qoidaga tushmayapti-ku, Mansur o'zing olish kerak deb turibsan. Ne qoldiryapsan buni degan savol bo'lsa, bunga birinchidan bo'shliq bor, o'zini joyida turibdi. Ikkinchidan tashqarida, ichkarida emas. Tashqari degani bunga bu yil yorug'lik tushadi degani. Yorug'lik tushadi degani bu mevaga yotadi degani. Kelasi yil kelsangiz, mana shuni yonida guldasta kurteli turgan bo'ladi, top-top bo'lib. Hech kimga xalaqit bermayapti. Endi yana bitta qoidani eslab qolasiz. Gilos 1 yoshli sekin o'sadigan novdani pastida gullaydi. Ya'ni 1 yoshlikda ham gullaydi, faqat u 1 yoshli sekin o'sgan bo'lishi kerak. Yorug'lik tushadigan joyda chiqqan bo'lishi kerak va sekin o'sgan bo'lishi kerak. Bu bitta qoida. Ikkinchi qoida, gilos 2 yoshdan katta bo'lgan har qanaqa shoxi yonida meva beradi. 2 yoshda mana misol uchun 1 yosh bu. Bu yil 2 ga to'ladi. Mana 25-yilda o'sib, 26-yil biz mana shu vaqtda kelsak, kursiy tepasida, mana shuni yonidagi kurteli to'p bo'lib, mana bunaqa bo'lib turgan. Bu ham eng zo'r emas, lekin sizlarda sifatli bo'ladi. Katta-katta bo'lib turadi. Buni shunaqa bo'lishi muqarrar. Sekin o'sgan shox doim yaxshi hisoblanadi. Faqat yorug'lik tushgan bor. Sekin o'sganda ham yorug'lik tushgani borda. Qaysini ko'ringlar erkin aka?